Huquqshunos xonanda Botir Qodirov haqida 3 ta fakt. Xonanda Botir Sheraliyevich Qodirov 1981-yil 6-mayda Andijon viloyatida tug'ilgan. U san'atkorlar oilasida tug'ilib o'sganligi uchun bolaligidanoq qo'shiq kuylashga ishtiyoqmand bo'lgan va san'at ta'siri ostida ulg'aygan. Oilasining deyarli barcha vakillari san'atkor bo'lishgan. Botir Qodirov 2005-yildan boshlab televideniya va radioda ilk qo'shiqlari bilan tanila boshlagan. 2006-yilda birinchi yakkaxon konsertini bergan. Adashdim qo'shiqlari uning eng mashhur hitlaridandir. 2019-yilda Pekindagi xalqaro festivalda oliy mukofotga sazovor bo'lgan. Botir Qodirov yangi yo'nalishdagi Koroleva Yana nomli qo'shig'ini taqdim etdi. Tarona 21-martdan boshlab barcha musiqa platformalarida tinglash uchun mavjud. Muxlislar bu uslubni kutilmagan yangilik sifatida qabul qilmoqda. Shuningdek, qo'shiq uchun videoklip ham tayyorlanayotgani ma'lum qilindi. Xonanda Botir Qodirovga havas qilganlar videoga like bosib, ko'proq odamlar xabardor bo'lishi uchun barcha tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.